Bugungi mavzuyimiz qanaqa qilib tabiiy vositalar bilan spermani foizini bomba qilsa bo'ladi, ya'ni urug'ni foizini yaxshi ko'tarsa bo'ladi. Bu dori vositalari yoki tabiiy vositalar desak ham bo'ladi. Ham farzand ko'rishni reja qilayotganlar uchun yoki uzoq yillardan beri farzand ko'rish qiyin bo'ladiganlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Demak, yuqoridagi dori vositalari bu qanaqadir firma dorilari emas. Birinchidan shuni tushuntirib o'tmoqchiman, chunki ayrim kuzatuvchilar qanaqadir firma nimadir deb yozib tashyapti. Bular tabiiy, haqiqiy dori vositani ta'sir qiluvchi sostavi hisoblanadi. Ya'ni bular dori ham hisoblanmaydi. Ya'ni qanaqa biza vitaminlarni iste'mol qilsak, organizmimizda erkaklik quvvati yaxshi bo'ladi va spermatozoidlar miqdori yaxshi holatda bo'ladi. Men tavsiya qiladigan top o'zimni 4-5 ta tabiiy vositalarimiz bor. O'shalar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, avvalo o'zi urug' foizi nima hisobidan pasayib ketadi? Urug' foizining pasayishi ko'pchilikda har xil muammolar hisobida kelib chiqadi. Masalan, kimdadir varikotseli muammosi bo'ladi, kimdadir prostatada yallig'lanish, shamollash muammosi bo'ladi, kimdadir gormonlar bilan bog'liq muammo bo'ladi, kimdadir masalan qo'shimcha kasalliklari bo'ladi, jigar bilan bog'liq bo'lgan, buyrak bilan bog'liq bo'lgan, kimlardadir sahr aniqlanib qoladi misol uchun, kimlardadir noto'g'ri yashash hayot tarzi. Masalan, uzoq vaqtdan beri kechqurun uxlamaydi, kechasi bilan ishlaydi, kunduz kuni uxlaydi. Ya'ni bu ritmni buzilishiga olib keladi. Bundan tashqari, ayrimlarda zararli odatlar bo'ladi. Kimdir ko'p aroq ichadi, kimdir ko'p pivo ichadi, kimdadir chekish bo'ladi. Bularning zarari bormi? Masalan, ko'pchilik chekib yuribdi, masalan, ichib yuribdi, lekin ularning farzandi bor-ku degan ayrim insonlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Endi shunaqa holatki, hamma odamning genetikasi har xil. Ya'ni kimlardir bor, masalan, chekib yuradi, 70-80 yoshgacha ham sog'lom yashaydi. Chunki ularning genetikasi juda ham yaxshi, ularni olib borayotgan hayot tarzi o'shani beradigan yomon zararli ta'sirini kamaytirib beradi. Kimnidir organizmda aynan shu muammolarga moyilligi bor va aynan bu insonlarda yuqorida aytganimizdek zararli odatlar bo'ladigan bo'lsa, umuman erkaklik xususiyatiga, sperma foizlariga manfiy ta'sir qilishni boshlaydi. Shuning uchun ham ilmiy tarafdan bular tekshirilgan va organizmga zarari, urug' foizlarini tushirib yuborishi tasdiqlangan va har narsani bahona qilmasdan iloji boricha birinchi o'rinda sog'lom hayot tarzi, sport va albatta zararli odatlarni tashlash. Bundan tashqari, agar ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha vazn ham organizmdagi gormonal fonni buzib, moddalar almashinuvining buzilishi hisobidan spermatozoidlarning sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, birinchi tavsiya qiladigan vitaminim L-karnitin moddasi. L-karnitin moddasi har xil dozalarda chiqadi. 500 dozada, 1000 dozada asosan chiqadi. Bu L-karnitin moddasini ko'pchilik zalga boradiganlar iste'mol qiladi. Ya'ni vazn tashlash uchun, o'sha yog'larni yoqish uchun, eritish uchun. Bu modda organizmdagi metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvini kuchaytirib beradi. Lekin yana bitta xususiyati borki, bundan tashqari, aynan urug' chiqadigan yo'lda, ya'ni moyakni ortiq qismida ko'p miqdorda o'sha L-karnitindan tashkil topgan moddalar mavjud hisoblanadi va o'sha moddalarda agarda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, urug'ning sifatida o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu dori vositasini kuniga 1000-2000 milligramgacha ichsa bo'ladi. Agar masalan 1000 lik doza bo'lsa, bir kapsula bir mahaldan to'g'ri keladi. Demak, 2-3 oygacha iste'mol qilsa bo'ladi. Va bu L-karnitin moddasi urug' foizlariga yaxshi, musbat ta'sir qilishi ilmiy tarafdan isbotlangan hisoblanadi. Ikkinchisi tavsiya etadigan yana bitta kuchli antioksidantlarimizdan biri vitamin E hisoblanadi. Vitamin E har xil dozalarda chiqadi, lekin eng optimal dozasi biz uchun 400 mg hisoblanadi. Bir kapsuladan bir mahal vitamin E ni iste'mol qilib yurish ham organizmni yoshartiradi, ham sperma foizlarini yaxshilaydi. Bundan tashqari, erkak kishining o'zining umumiy salomatligi uchun ham foydalidir. Keyingisi esa bu vitamin D. Vitamin D haqida juda ham ko'p ilmiy tekshiruvlar mavjud hisoblanadi. Vitamin D ning miqdorining kamayishi bu organizmdagi turli xil sistemalarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yosh bolalarda kamayib ketsa, rahit kelib chiqadi. Kattalarda uni kamayishi testosteron pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, vitamin D miqdori turli xildagi, masalan, soch to'kilishi, organizmning immun sistemasining tushib ketishi kabi holatlarda ham ko'pchilik bemorlarda past miqdorda chiqadi. Shuning uchun ham eng muhim vitaminlardan bittasi hisoblanadi. Bu bir kapsula bir mahaldan 5000 doza yetadi.
1-2 oy davomida ichib tursa va uzoq muddatda ichishni tavsiya qilinmaydi bu dorilar. Agarda mabodo ichiladigan bo'lsa ham albatta shifokor nazorati bilan. Chunki har bir vositani o'ziga yarasha qo'llaniladigan, qo'llanilmaydigan joylari bor. Ayrim insonlarga ma'lum bir qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lishi mumkin. Keyingisi omega, ya'ni bu baliq yog'i. Ultra omegada ham juda ham zo'r antioksidantlik xususiyati bor. Urug' foizlariga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Bir kunda 1000 mg doza yetarli hisoblanadi. Asosan ertalab ovqatdan keyin iste'mol qilinadi va bu ham spermatozoidlarning sifatini yaxshilashga yordam beradi. Va keyingisi sink. Sink moddasi masalasida ozgina nozik masala. Chunki bunaqa sink, selen kabi qo'shimcha mikroelementlarni ichish uzoq muddat davomida ozgina xavfliroq boshqalarga nisbatan. Sababi aynan sinkda organizmga, jigarga birozgina toksik, ya'ni zaharlanish xususiyati paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ko'pchilik bemorlarga sinkni o'rniga doimiy har kuni ertalab qovoq urug'larini iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Qovoq urug'laridan har kuni masalan davo maqsadida 15 dona iste'mol qilinadigan bo'lsa, organizm uchun so'rib oladigan yetarli sinkni o'zi so'rib oladi. Agar mabodo sink ichiladigan bo'lsa ham 1-2 oydan ortiq ichmaslik kerak. Demak, yuqoridagi vitaminlar albatta to'g'ridan to'g'ri sotib olib ichishni maslahat bermayman. Nima uchun? Sababi yuqorida aytib o'tganimizdek, agarda urug'ning sifati past bo'ladigan bo'lsa, uni pastligini birinchi nima hisobidan bo'layotganligini aniqlab ko'rish kerak. Ya'ni bu yerda varikoz muammosi bormi, gormon muammosi bormi, shamollash muammosi bormi, infeksiya muammosi bormi, qo'shimcha ikkilamchi kasalliklar bormi va agarda hammasi yaxshi chiqadigan bo'lsa, o'shandagina bu vitaminlardan iste'mol qilib, undan tashqari sog'lom hayot tarzi olib borilsa, urug'larning sifati oydan oyga asta-sekin yaxshilanib boradi. Ayrimlar savol tug'iladi, turli xildagi dori vositalarini masalan 10 kun ichadida yoki 20 kun ichadida boradida qaytadan sperma topshiriladi. Dori vositalari agarda bepushtlik bo'ladigan bo'lsa yoki spermogrammaning foizlari past bo'ladigan bo'lsa, bularni to'liq ta'sir qilish uchun taxminan 3 oy vaqt ketadi. Shuning uchun ham odatda bular bizga shifokor ko'rigidan keyin bular yoki bunga qo'shimcha qanaqadir dorilar yoziladigan bo'lsa ham 3 oy davomida yoziladi bepushtlikda. Sababi bitta yangi avlod spermani ishlab chiqarilishiga taxminan 3 oy davomida vaqt ketadi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, yuqoridagi tavsiyalarim sizlar uchun foydali bo'ldi degan umidda biza. Albatta, birinchi navbatda sog'lom hayot tarzi, tabiiy vositalardan oqsilga boy bo'lgan, vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishingizni so'raymiz va albatta yuqoridagi muammolar bo'lsa, pastdagi raqamlarga bog'laning. Sizning asosiy urug' foizingizni pasayishiga nima bo'layotganligini aniqlab, shunga qarab sizga eng aniq choralarni ko'rsata olamiz. Endi bular juda ham imkonsiz bo'lgan vaziyatda ayrimlarini iste'mol qilishimiz uchun tavsiya qilib o'tyapman. Masalan, vitamin D, vitamin E, omega kabi mahsulotlarni iste'mol qilib va qovoq urug'ini ham iste'mol qilsa bo'ladi. L-karnitin moddasi 1 oy davomida iste'mol qilinsa bo'ladi, lekin albatta shifokor ko'rigidan o'tgandan so'ng. Va preparatlar ichilayotganda bitta narsaga e'tibor qilinishi kerak. Bu preparatlar organizmga allergiya bermayaptimi? Chunki biz ichayotgan, xohlagan va yeydigan xohlagan mahsulotimiz bizni organizmimizga yot modda hisoblanadi va unda allergik holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham preparatlar ichilayotganda agar tanada toshmalar, qichishlar bo'ladigan bo'lsa, darhol to'xtatib shifokorga murojaat etish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bu preparatlarni o'zingiz emas, albatta shifokor bilan maslahatlashgan holatda iste'mol qilsangiz, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi.